Assalomu alaykum barchaga. Biz bugun sizlar bilan ikkinchi mashqimizni davom ettiramiz. Bu videomizda 6 ta savolni ko'rib chiqamiz. Keyingi darslarimizda qolganlarini ham ko'rib tahlil qilib chiqamiz. Qani boshladik. Birinchi savolda qaysi ifoda 3x y ning 6-si plus 3x ning kubi y ning kubiga teng deyapti. Xo'p, buni hisoblab chiqamiz. Birinchi umumiy hadlarni qavsdan tashqariga chiqarish usuli bilan qilamiz. Ya'ni 3x y ning kubi. Ya'ni bu yerda ham y ning kubi bor. 3x y ning kubi. Ana endi qolganlarni hisoblaymiz. Qavs ichiga y ning kubi plus x ning kvadrati. Xo'p, keyingi savolimizda ham 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi savollarimizda sharti bir xil. O'sha berilgan misolni soddalashtirishimiz kerak va kaltlardan, ya'ni variantlardan qaysi biriga to'g'ri kelishini topishimiz kerak. Qavsda 5a plus 3 ildizosti a minus qavsda 2a plus 5 ildizosti a ga teng bo'lgan ifodani topishimiz kerak. Birinchi qavslarni ochib chiqamiz. Ishorasiga e'tibor beramiz, ya'ni minus bor bu yoqda. 5a plus 3 ildizosti a minus 2a. Bu yerda musbat ishorasi va minus orqali minus 5a bo'ladi. 5a bilan minus 2a hisoblaymiz. 3 ildizosti a bilan 5 ildizosti a ni hisoblaymiz. 5a dan 2a ni ayirsak 3a plus 3 ildizosti a dan minus 5 ildizosti a ni ayirsak minusdan 2 ildizosti a bo'ladi. Javobimiz C. Birinchi savolimizda ham C edi. 3-chi savolimizda 2 taqsim x minus 1 taqsim 3x. Bunda ham qaysi variantga to'g'ri keladi deb savol bergan. Bu yerda o'zini sharti bor. Ya'ni x katta bo'lsa 0 dan. Mana bu mahrajimiz 0 bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun 0 dan katta, ya'ni 1, 2, 3 shunday beryapti-da. Umumiy mahraj bersak, umumiy mahrajimiz 3x ning o'zi bo'lar ekan va bu yoqqa bunda x bor o'zi mahrajda bor. Shuning uchun suratiga shuni beramiz. 3 kara 2 minus 1. 6 dan 1 ni ayirsak 5 va 5 taqsim 3x. Javobimiz D. Keyingi 4-chi savolimizda mana shu ko'rinishdagi ifoda berilgan va buni hisoblab chiqamiz. Qavslarni ochib chiqamiz. 1-1 x ni 5 ga va minus 3x kvadratga va minus 8 ni 5 ga, minus 8 esa 3x kvadratga ko'paytirib qavslarni ochib chiqamiz. Va minus 3x ning kubi plus 24x kvadrat plus 5x minus 40 ko'rinishdagi ifoda qoladi. Bu yerda bir-biriga soddalashtirib chiqiladi. Agar soddalashtirish iloji bo'lmasa, daraja pasaytirish, ya'ni kub, kvadrat bir bor deb o'ylaymiz va oxirida son berilgan. Shu ko'rinishda yozib olamiz va javoblarimizda ham C kalitiga to'g'ri kelar ekan. To'g'ri, bunday vaqtni ko'p olishi mumkin. Turli xil yo'llari bor bunday misollarni ishlashni. Lekin eng oddiy, sodda usuli mana shu. Bir-biriga qavslarni ko'paytirib chiqish. Agar bu qoidani yaxshilab o'rganib olsak, hisoblashimiz oson bo'ladi. Shunday ko'paytirib chiqaveramiz va sodda tarzda oson yechimga ega bo'lamiz. 5-chi savolimizda qaysi ifoda x kvadrat minus 3 taqsim x plus ildizosi 3 ga teng, lekin bu yerda x teng emas, minusdan ildizosi 3 ga. Ya'ni mana bu x ni o'rniga minus ildizosi 3 ni qo'ysak, ular qisqarib ketadi va mahraj 0 bo'lib qoladi. Lekin mahraj 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun bu yerga shu shartda aytganda x teng emas, minus ildizosi 3 ga deb. Ana endi buni kvadratlar ayirmasiga keltirsak, x minus ildizosi 3, x plus ildizosi 3. Mahrajimiz x plus ildizosi 3.
Bularni qisqartirsak, suratda x minus ildizi 3 qolar ekan. Va to'g'ri javobimiz C. Keyingi 6-savolimizda bunda ham xuddi shunaqa ifoda bergan. Qavslarni ochib chiqamiz, birma-bir o'xshash hadlarni ixchamlab olamiz. Mana kub bilan kubni, kvadrat bilan kvadratni yozsak, 4x ning 4-chisi minus 8x ning kubi minus 13x kvadrat plus 3x. Bu yerda so'rayapti. Kitobimizdagi mana shu savolimizda o'zi ifoda berib qo'ygan. Mana shu yerdan minus bx ning kubi minus cx ning kvadrati plus shunaqa harflar bilan berib qo'ygan va shunga teng bo'lsa, bu yerdan b plus c ni toping degan. Shunda b teng minus 8 bo'ladi, c teng minus 3. Va b plus c minus 8 plus minus 13 qo'shsak minusdan 21 ishorasiga e'tibor berishimiz kerak. Chunki kalt variantlarda plusligi ham, minusligi ham bo'lishi mumkin. Bizning javobimiz minus 21. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da sifatli, yaxshiroq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' salomat bo'ling. Xayr.